Rahmatullohi barakatuh. Hammamizlar sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni bugun 52-kunidamiz. Bugun sizlarga bir voqea beramiz. Ikki aka-uka bor edi. Akasi saxiy, omadi hamda boy, yaxshi inson ekan. Ukasi esa qotil hamda yomon ishlarni qilib yuradigan inson bo'lgan ekan. Sud oldidan jurnalistlar ukasiga savol beradi. Ya'ni siz bu holatga qanday qilib tushib qolgansiz? Qani yomon yo'llarga qanday qilib kirib ketgansiz deganda aytadiki, meni otam ichardi deydi. Onamni hamda meni kaltaklardi. Ya'ni kim bo'lishi mumkin edi bunday vaziyatda? Keyin esa jurnalistlar akasiga yuzlanib, siz shunday yutuqlarga, muvaffaqiyatga qanday qilib erishgansiz desa, meni otam ichardi, bolaligim og'ir o'tgan deydi. Onamni hamda meni kaltaklardi. Bu vaziyatda ya'ni kim ham bo'lishi mumkin edi? Ya'ni birinchisi xulosa olmayapti-da, ya'ni ukasi. Qotillik yomon yo'lga kirib ketyapti. Akasi esa otasini bu holatidan hamda atrof muhitdan xulosa olib, yaxshi bir holatga o'zgaryapti, ya'ni dunyo qarashini o'zgartiryapti. Inson fikr hamda tushunchalardan iborat bo'ladi. Abu Ali ibn Sinoning bir so'zi bor edi. Mazmuni shunday edi. Tuxum ichkaridan yorilsa hayot, tashqaridan yorilsa o'limdir. Qachonki deylik, komfort zonadan yorilib chiqsa, bir o'zidan qiziqish bo'lib, dunyo qarashni o'zgartirishga yoki nimanidir olishga, o'rganishga harakat boshlansa, u ishni qila oladi katta ehtimol. Agar o'zi xohlamasa, bu yerdan harakatlar befoyda bo'ladi. Ustozidir yoki boshqadir yoki ota-onadir yoki atrof muhitdir. Agar bola o'zi xohlab turib o'zgarishdi, dunyo qarashinidir yoki o'zinidir o'zgartirishga kirishmasa, bu yerdagi harakatlar nolga teng bo'ladi katta ehtimol. Shuni ulashib qo'ya degandim. Assalomu alaykum va rahmatullohi.